Necha yildan beri dori separdingiz? 4 yildan beri. 4 yildan beri. Yoshinchi dedi? 17da. To'y oldimizga o'sha burundan nafas olish qiyinligi bilan shikoyat qilgan va 4 yildan beri o'sha Minoxidil, Nazivin, Rin degan spreyni foydalanib yurganlar. Nafas olish qiynalganligi uchun. Tekshirib ko'rilganda burun to'si qiyshiqligi aniqlandi va endoskopik septoplast tavsiya qilindi. 2 oy oldin bajarilgan. Hozir bitta ko'ramiz hozir. Demak, mana chap tomonni ko'rishingiz mumkin. Burun to'si ko'rasizlar, juda ham ideal. Mana tomoqqacha boryapman. Temasdan kiryapti, juda ham yaxshi. Chaqanoq ham saqlab qolingan. Mana bu yerni ham ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Chaqanoq saqlangan va burun to'si to'g'ri turibdi. Mana tomoqqacha kiryapmiz, juda ham yaxshi. Nafas olish yaxshimi? Ha, yaxshi. Oldin qanaqa edi? Ikki tomoni ham bitib qolar edi. Qolardi, dori tomizardingiz. Doridan keyin ochilardi. Dorini ichida foydalanib yurdingiz. Dorini 4 yilchami foydalandim. To'g'ri foydalandingiz. Hozir dori sepmayapsizmi? Yo'q. Nafas olish zo'rmi? Yaxshi. Alhamdulillah. Juda ham zo'r rezultat. Alhamdulillah. Sizda va yaqinlaringizda nafas olish qiyin bo'lsa, albatta lorga borib, endoskopik tekshiruv bo'lishi kerak, chunki kamera bilan ko'rilsagina aniq va to'g'ri tashxis bo'ladi. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.